أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد biz cuma ahkamlari ustida to'xtalgan. فقال المصنف رحمه الله تعالى يخطب الإمام خطبتين. Cuma'nın xutbasi musulmonlarga haftalik vaz nasihatdan iborat. G'ofillarni uyg'otadigan, din ahkamlarini yetkazadigan, shariatning ko'rsatmalarini va imomlarning uqtirishlarini yetkazib qo'yadigan, jamiyatning dunyo va oxiratligini yaxshilaydigan bir munosabat. Xutba Cuma'ningki muhim bir parchasi, sharti edi. Hani bu xutba ikkiga ayrildi. Birinchi xutba, ikkinchi xutbada. Qoiman, imom xutbani so'zlagan chog'ida o'rtirib so'zlaydi. Yastaqbilul qawma va yastadbirul qiblata. Jamoatga oldini qilib, qiblaga orqani qilib so'zlaydi. Yafsilu baynahuma biqa'datin khafifatin. Ikki xutbaning oraliqini bir oz o'ttirib o'tish, jindek o'ttirib o'tish bilan ayiradi. Huval ma'thur min fi'lihi sallallohu alayhi va sallam val a'immati ba'dahu. Buni shunda o'qish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, xulafa rashidinlardan va undan keyingi imomlardan kelgan usuldir dedi. Ikki xutbasini o'yinda o'tirishdan ayirdi. Ikki o'ltirib mesela Alloh vaqtida duo qilib o'tgan. Darslarni duo qilish bedatda turib seminarda bo'lsin. Ya duo qilish bidat bo'lmaydi. Rasululloh faqat Rasululloh yine o'tgan qiladi, lekin duo qiladi. Hatta Şafii mazhabda xutbaningki mazmuni 4 ya 5 turdan tarkib topilishi lozim. Buning ichida Qur'on o'qish, durud o'qish, xutbaning oxirida musulmonlar duo qilish. Endi bu shu xutbaga munosabatlik bir qancha topshiriq bor. Yozib olinglar. Birinchisi, biz jumaning vaqti peshin vaqti shu dedik. Cumhurning qarashi Hanbali mazhabda chashka vaqtidan tart, bayt namozi vaqtidan tart kirdi degan qarash bor. Ya'ni ba'zi ulamolar Hanbali mazhabning 5 va 6 soatlarda deganligi bor. Ya'ni 5 soat desak, soat 11 desak, 6 soat deganimiz soat 12. Jumaning vaqti 1da bo'ldi desak mesela. Hamda ba'zi joylarda jumadan ilgari ba'zi tadbiq qilish ya tashviqot olib berish uchun yoki vaqt qisilib qolsa, juma xutbasini jumaning vaqti kirishdan burun o'qib o'tib, jumaning vaqti kirgan zaman namozni o'qiblam qaytib ketishni o'ylashi mumkin. Ya'ni jumaning xutbasi jumaning vaqti kirishdan burun bo'lsa, juma namozi jumaning vaqtida bo'lsa, bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu bir topshiriq. Ikkinchi topshiriq, xutbaning oraliqida birdan o'tirib o'tadi dedik. Ama şu o'tirishning miqdori zal qanchalik? Uzun o'tiramdi yoki qisqa o'tiramdi? Qisqa o'tirsa qanchalik o'tirdi? Endi ma kitobda huval ma'thur min fi'lihi sallallohu alayhi vasallam dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki xutba oralig'ida o'tirib o'tganligi sahihaynda kelgan. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivayet qilibdi, kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaxtubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al-an. Muttafaqun alayh. Yani Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivayet qilibdi, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yaxtubu qa'iman faman haddathaka annahu kana yaxtubu jalisan faqad kadhab. Muslim rivayeti. Bu hadislarda Rasulullahning xutba oralig'ida o'tirib o'tganligi, ya'ni xutbani bir o'tirish bilan ayirganligi aniq kelgan. Bundan keyin shunda o'tirib o'tish sunnat deymiz. Qala va in iqtasara ala zikrillahi ta'ala jaza. Endi bu shu xutbaning mazmuni yoki aqalli miqdori qanchalik bo'ldi degan masala bor. Alloh taolani zikr qilish bilan bo'ldi qilib qolsa, xutba o'qigan kishi xutba sharti ado topadi deydi. وكذلك التسبيحة ونحوها. مثلا bir qatam subhanalloh ya bir qatam alhamdulillah deb qasmo buni shart ado oldi. Undan keyin shu bilan juma o'qisa, juma hisob. Chunki jumada ba'zida damullojim kelmay qoladi, immoxonim kelmay qoladi. O'tgan jamoat avom xalq yoki ba'zi sharoitlarda hukumatlar cheklashi mumkin.
bireyden çıktılam. Yani bu cuma okumasa gerdiğinde sakıt olmaydı. Bu sözler cuma okupaslar dese bu kişi çıkıp tebliğ kılanmagan eken. Elhamdülillah, Subhanallah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Tekbir çizsizler dep. Cuma okupasa buldu hesap demekçi. وإن تعمد ذلك لغير عذر فقد أساء وأخطأ السنة. Yani özürsiz. Hani sözleyalediğin şeyken, sözleşke fırsat bakken, bilimi bakken, vakt mı bakken, hiç kana tosalgı yok, özürsiz. Elhamdülillah dep qo'yib ketsa, bu çağda şart ada tabudu, lekin sünnet xilaf qilgan. وقال أنا الصاحبان لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة لأن الخطبة شرط. Xutba şart bo'lgandikan, bu xutba uzunroq bir so'z qilsa, jamoatga uzunroq xitob qilsa, ondan bo'ldi. Chunki xutba degan al-muxotaba. والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة. Bir qatim subhanallah, bir qatim elhamdülillah deb qo'ysa, bu deb atalmaydi bu. وله أن التسبيحة والتحميدة خطبة. İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhi'nin delili bir qatim tasbih aytish yoki bir qatim hamd aytishning o'zi xutba hisoblanadi. Ashu bir ig'iz so'z bilan jamoat xitob qildimi, qilmadimi? Qildi. Muxotaba vujudga chiqdimi? Chiqdi. Listimalihima ala ma'anin jamma. Endi jiq mazmunli bo'lsa-da desangmi, elhamdulillah yoki subhanallah degan bir ig'iz so'zmi? Buning mazmuni intayin mul. Alloh subhanahu va taoloni paklash va hamd aytishni o'zgacha olgan bir qulluqni izhor qilish iborasi bo'ladi demakchi. Wal ibratu lil ma'ani. Hisob qilindigani shu mazmun. Al ibratu lil ma'ani la lil alfadi wal mabani degan so'z bor. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. Yani bu İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'ninki şuna qisqa bir cümle sözülenme xutba ada bulduğanlıqıga hadistin delili. El-Bara ibn Azib radıyallahu anh'a rivayet qilgan hadisda bir Arabi kelib, "Ya Rasulullah, meni jannatga kirgizdigan bir ishni men o'tib qo'ysalar" degan. Faqala la in aqsartal xutbata laqad a'radtal mas'ala. Rasulullah unga xutbani, so'zni nayt ixcham qilding, lekin nayt cho'ng ishdan so'ding, ya'ni nayt mazmuni keng bir masaladan so'ding demoqchi. Ixcham so'z bilan cho'ng mazmunni so'ding. Samma hadal qadra xutba. Endi vajil istidlal mushadisdan Rasulullah ash kishining allimni amalan yudkhilunil jannat degan mush bir jumla so'zni xutba deb atadi. Wal xutbatu la nihayata laha. Endi xutba deganning oxirining cheki yo'q. 4 saat sözlemdi, 8 saat sözlemdi, 10 saat mı? Çeki yok. Feyetallakul cevazu bil adna. Ondan ki biz akalli çekini bekitimiz, en köp çekini bekitmeyimiz. Akalli çeki bir söz demek. Ve li kavlihi ta'ala, Kur'an-ı Kerim'den ekagen dediğiyle fes'av ila zikrillah. Allah'ını zikir kılışka menla de buyurdu. Hem subhanallah yak elhamdülillah diyen bir söz bu mu bir zikr. Fetecuzul cum'atu bihi. Şununla cuma şart ada tepip cuma namazı caiz bo'lgan bo'ldi. Yani bu meselede adir İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh bir tesbih bir hamd sözlüsümü xutbada buldu dedi. Sahiben yak uzuraq bo'lish kerak dedi. Lekin uzuraqninki chekchigini ayirmadi. Yani İmam Şafii rahmetullahi aleyh xutba 4 türlük mazmunni o'z ichiga elishi lozim. Birincisi hamdulillah, ikincisi as-salatu ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Üçüncüsü vaz nasihat, dördüncüsü Kur'an-ı Kerim. Yani bazı ulamalar 5. bir mazmunni ketib, ikinci xutbada mu'minlarga duo qilishi lozim deb qo'ydi. Albatta bu masalada xutbaning qisqa bo'lishi, namozning uzunroq bo'lishida mushin mustahlikida talashtat yo'q. Buni zodi qisqaroq o'qish lozim degan bir mazmun bor. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida Hazrat Ammar ibn Yasirmi, Hazrat Bilalmi rivoyat qilganlar, umirna bi an nuqsiral xutbata va nutila salat. Mujna mazmunda hadis kelgan. Lekin buni qisqaligining chekini belgilanmagan hadisda. Chekini belgilanmagan ekan Abu Hanifa belgilayapti, boshqalar
belgilanmagan hisobda yoki Shafiy mazhab fikrimi belgilab qo'ydim 4 mazmunni desa to'g'ri keladi. Yuqorida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining dalillarini bayon qildi. Yana Imom Abu Hanifa rahmatullohning dalillaridan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munbiri G'aba degan joydan keltirilgan Zarfa degan daraxtning yog'ochlaridan yasalgan. Bir ayol o'zining yog'ochchi moliga yasitpagan. Aslida qo'mining bir ko'tikiga chiqib turib so'zlaydi-ku, keyin shu munbarga o'tkazilgan. Bu munbar 3 peshtaxtdi. Rasululloh 3-peshtaxtga chiqib turib so'zlaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan chaqda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqqan 3-peshtaxtga chiqish haddim emas, deb 2-peshtaxt turib so'zlagan. Hazreti Umar xalifa bo'lgan chaqda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan peshtaxtimi, Abu Bakr turgan 2-peshtaxtimi turish haddim emas, 1-peshtaxtda turib so'zlagan. Endi Hazreti Osman radhiyallohu anhu xalifa saylangan chaqda 1-jumada 3-peshtaxtga chiqib, 3-peshtaxtda turib so'zlasakmi, hech vaqasi yo'q deb 3-peshtaxt turgan. Turganiga hammaylar jamoat g'ulg'ul qilgandek tikilib qarab ketgan chaqda Hazreti Osman alhamdulillah deb xutbani boshlablan gapini topolmagan. Jamoatninki hammasining tikilib qaraganligidan gap qilolmay qolgan. Gap qilolmay oxirida innakum ila imamin fa'alin ahwaju ila imamin qawwalin degan. Sizlar hozir gap so'zni jiq qiladigan xalifadan bakrak ishni jiqroq qiladigan xalifaga muhtoj. Abu Bakr va Umar bular so'zni obdan tayyorlab, jiq obdan so'zlab birdi. Men sizlar keyinchi obdan so'zlab beraman, uzun so'zlab beraman. Takbir tushiriblam, shu joyga tushib namoz o'qiyotgan. İmam Abu Hanifa rahmetullah'ın dalili şu sorunda muhacir ansarlı batı hemmisi şu Hazreti Osman'ın elhamdülillah yoki keyingi bir cümle sözü shuni xutba hisoblagan. Bu xutba so'zimizni qanday juma o'qiymiz deb u yerda g'alva qilgan ish yo'q. Undan ekan aqalli miqdordan oz ekanligini ko'rsatuvchi vaqalik deb dalil qilgan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelib 10 yildan ortiqroq bo'lishini ama her bir yılda 50 cuma var desek 500 cumadan eşi mümkün. 500 cumanınki 100 ya 150 cumanı gazatlarga çıkan vaqtda cihatlarda o'qigan bo'lsa 350dan jiqroq jumani Madinada o'qigan. Degan mushu jumalda o'qilgan xutbaninki har birini yoki az bir qism bo'lsa boshdan oyoq to'liq rivoyat qilinib boqmagan. Ba'zida xutba so'zlab Rasululloh bunda dedi deb bir mazmunni, yana bir mazmunni, bir parchasini, bu bir parchasini unda rivoyat qilgan. Natijada buning qisqa va uzun chekini belgilash bo'lmagan. Bu balki Alloh taolaning hikma ilahiya, kishilarning sharoiti o'xshash emas, havo kelimat o'xshash, ba'zi qattiq sovuq bo'lib ketadi, ba'zi qattiq issiq bo'lib ketadi, ba'zi hukumat cheklab qo'ydi. Masalan, ya so'zlab tuzmaydi. Bunda ahvollarda qisqa bir so'zlasimi mayli. Uzun so'zlash taqozo qiladigan shu mazmunni uzun so'zlab yetkazmasi bo'lmaydigan ahvollarda uzun so'zlasin. Ya'ni mutakkam qo'yib bergan bir ish desak bo'ldi. Ham bu yerda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi alhamdulillah ya subhanalloh degan bir so'z bilan bo'ladi dedi. Xutba hisob bo'ldi dedi. Aslida ulamolar xutba shart degan bir mazmun bo'lsa, aslida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiningki qarishini tikki yetib tushunsak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi xutba shart demaydi aslida. Zikrulloh shart deydi. Tas'au ila zikrilloh dedi. Alloh taolani zikr qilish shart. Lekin subhanalloh, alhamdulillah bo'ldi, zikr qildi degan ma'no. Ham tajovuzan buni bir xutba deb ko'pchilik bilan xutba deb atab ketdi. Bundan keyin bu shariat shunda bir kam qo'yib qo'ygan doira. Ham bu yerda hadisda jannatga kirgizadigan ish dedi. Lekin hadisdan ayg'indimida biz jannatga kirishni xohlaydiganlar mush jannat kirgizgach nima bo'ldi degan bir intilish bo'ldi-ku. Undan keyin biz shu jannat kirgizgan ishni bir bilib o'tib ketsak, fiqhni o'qishdan maqsad bir tarafdan ado bo'ldi. Mush hadisni Imom Ahmad Musnadida rivoyat qilgan, Imom Ibn Hibban Sahih kitobida rivoyat qilgan. Yani bunun derecesi hasan derecesiga disqildi, aqalli taqdirda. Şu Arabi, ya Resulallah, allimni amalan yudkhilunil jannah deb so'ragan chaqda, sen ixcham so'z bilan nihoyat mo'l mazmunni so'rab qolding, deb biray, deb bir-birlab deb bergan.
cennet kirgizda işlarni Rasululloh sanab atiqin nasma qul azat qilgan deydi. Yani qul azat qilish cennet kirgizda ish nima uchun? Chunki bu hurlik masalasi. Bir insonni hurriyatga erishtirgan va hurriyatni islomning naqadar qadrlaydiganligini ko'rsatadi. İnsonni azat qilish cennet kirgizda ish degan gap cho'ng gap. Atiqin nasma, nasma degan so'z ruh deganmi bo'ldi? Bir jon yoki an-nafs, bir nafsni, bir insonni desak bo'ldi. Bir jonni, bir insonni azat qil deydi. Va fukkar raqaba. Va fukkar raqaba bu azat qilish. Atiqin nasma va fukkar raqaba degandan so'rug'ichi Rasulullohdan qaytib so'rabdi. Faqala ya Rasululloh, awalaysata bi wahida? Atqin nasma bilan fukkar raqaba ikkisi bir gap emasmi? Desa, faqala la, yo'q. Inna atqan nasmati an tafarrada bi atqiha. Sen mustaqil xarajat qilib, yalnız bir qulni azat qilsang, boshqa shirklashmay va atqin nasma bu. Bir jonni butun, bir insonni butun azat qilish. Fakku raqaba degan an tu'ina fi atqiha. Boshqalar bir qismini azat qilgan bo'lsa, qolgan qismini sen to'liqlab azat qilasan yo boshqalar bilan hamkorlashib azat qilasan, bu fakku raqaba deymiz. Oyatda dedi-ku, "Va ma adraka mal aqaba?" Fakku raqaba. Undani birinchi ish yo to'liq bir qulni mustaqil azat qilish, mustaqil azat qilish qurbat qilgan taqdirda boshqalar bilan shiriklashib, boshqa yerimini azat qilgan, 3dan 1ni azat qilgan, 10%ni azat qilgan bo'lsa, qolgan qismini azat qilib o'tish. Ikkinchi ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam wal minhatul wakufu deb bayon qilgan. Minha birovga hadiyani ko'rsatdi. Minha. O'qish badal pulimi o'quvchilar birdan pulni minha deb ataydi. Lekin arablarda burun sog'liq bir qo'y masalan. Ya chiqadigan bir tuga, shunda bir chavrmallar bo'lib qolsa, shuni boshqalarga bir yil sizlar sutini ichasizlar, bir oy sig'ib ichasizlar deb shuni berib turishdan iborat. Minha degan. Vakuf degan suti jihat degan. Sutlik sog'liqni berib turish. Albatta bu chog'larda shunda muhojir ansarlar qattiq quruq turmush kechirgan vaqtlar. Uchinchi ish val fay'u ala zirrahim az-zalim. Zirrahim degan urug' tuqqanchilik va munosabati va kishilar. Fay degan bularga yaxshilikni yondirib, yoki yaxshilik qilmasimi qaytilab mehr shafqat qilish degan ma'noda. Fa degan qaytdi degan ma'noda. Fa in fa'u fa innalloha g'afurur rahim. Endi ala zirrahim az-zalim dedi. Odatda urug' tuqqanligiga yaxshilik qilmasmi, ziyorat qilmasmi, ziyorat qilib, pat o'qib, ahvol so'rab nima qilish? Silat rahim endi. Vasl rahim deymiz. Lekin yerda az-zalim dedi. Sana zulm qilgan, haqqini yegan urug' tuqqanlar bo'lib qolsa-mu, ashularga mehr shafqat yaxshilik qilishing deydi. Mana yuqoriroq pallasi. Bu jannat kirgizgan ishlarning biri. Fa illam tutiq zalik, an bu hammasi ta'sir o'g'ashqa bir qulni azat qilib o'tish. Oddiy gap emas. O'chkidan biri bo'lib qolsa, uni ustidan sig'ib berishmi oson gap emas o'z vaqtida. Yomonlik qilgan urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishmi oson gap emas. Buningga bulanmasang, fa at'imil ja'i'a wasqiz zam'an. Ashqag'iliq tamoq bergan, suluq bergan deydi. Qur'on karimda fa it'amun fi yawmin zi masghaba. Oxirda wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nahy munkar qilgan deydi. Nahy munkar namo unda fazilati yuqori. Fa illam tutiq zalik, uni qilmasang fa kuffa lisanaka illa min al-khayr. Yaxshi gap qil, yomon gap qilmay shu o'zingning ahvoli bilan bo'l. Bu unda iymonning eng ojiz martabasi deymiz. Unda ham bu hadisni biz to'liq bayon qilish orqali darsimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisidan bir sharaf ekelgan bo'ldik. Hadislar orqali muvaffaqninki qurg'oqchiligi sal namlandi. Biz burun kitob o'qishga kirishda dedik-ku, fiqh unda tar doiraga kirib qolganda. Asli fiqh degan ma'rifatun nafs, ma laha va ma alayha. Hadi biz zahiri amallarninki bunda bir ahkam munosabatlik doirasini ham fiqh deb ataydigan bo'ldik. Qala wal awla an yaxtuba qa'iman tahira.
eng mukammal shakli o'rtug'an holatda, tahorati bor holatda xutba so'zlash eng yaxshisi shu dedi. Wal ma'thur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelganimi shu. Fa in khataba qa'idan aw ala ghayri wudu'in jaza. O'tirib xutba so'zlab topqasa yoki tahorati yo'q so'zlab qolsa xutba sharti ado topadi. Lekin sunnatga xiloflik qilgan bo'ldim. Lekin Shafiy mazhabda o'tirib so'zlash shart. Agar o'tirib so'zlab qolsa xutba joyida bo'lmagan bo'ldi. Chunki bayatınqi Sahih Muslimning rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yaxtubu qa'iman faman haddathaka annahu kana yaxtubu jalisan faqad kadhab dedi. Yana oyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlayotgan chog'da karvon kelib qilib jamoat karvon tarafga yugurib ketdi-ku. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Şu Rasulullah şu örtürüp so'zlayotgan deb şu örtürüp so'zlashning o'zini shart ya vojib degan darajasiga olib boribdi. Degan Rasulullah o'tirib so'zlagan bo'lsa cho'qim shart ya vojib bo'lmasligi mumkin. Qala lima ruya anna Uthman radhiyallohu anhu lamma asanna kana yaktubu qa'ida. Şu rivoyatda Osman radhiyallohu anhu yashin qolgan chog'da o'tirib xutba so'zlaydi. Va li anna at-taharata laysat bi shartin lil xutba. Yani bir aqliy dalil, yuqorqisi o'tirib o'qisa bo'lganligining dalili, ma'o taharatsiz xutba so'zlab qolsa bo'lganligining dalili. Mesela imom xutbaga chiqqan vaqtda ya azan to'liqlik bo'lsa, xutba so'zlaydi bilan tartib yo'q, isidi yo'q, men qolib xutbaga chiqib qolibdi. Ya xutba so'zlaydi deb turgancha tartibsiz ketib qolibdi, o'sha tartib kulay deb qo'ysa so'zlayveribdi. Masalan. Bunda ahvollarda duch kelishi mumkin. Va li anna at-taharata laysat bi shartin lil xutba. Taharat xutbaning sharti emas, li annahu zikrun. Chunki bu zikrdan iborat. La yushtaratu lahu istiqbalul qiblati fala tushtaratu lahu at-tahara. Tilava. Xuddi Qur'on tilovat qilishga o'xshashlam, bu qiblaga yuzlanishmi kerak bo'lmagan ekan, taharat qilishmi kerak bo'lmaydi. Qur'on o'qish, azan to'lash, takbir tushirish, mushular hammasiga taharat shart bo'lmagan ekan, xutba bir zikr, shunga o'xshab bir zikr o'g'achqa taharat shart emas edi. Illa annahu yukrahu lima fihi min al-fasl bayna al-khutbati was-salat. Faqat lamda xutba so'zlagan imom o'zi shu namozni tushirib berishi asli qoida bo'lg'achqa xutba so'zlab bo'lib jamoatni saqlatib qo'yib, men tartilib kelib olay deb xutba bilan namozning ayriliqini bir ara berish ahvoli bo'lib qoldi. Shu jihatdan makruh bo'lib qoldi deydi. Va qad asaa li muxolafatihi sunnah. Sunnatga xilof qilganlik uchun yaxshi qilmagan bo'ldi. Lekin xutba siysoq. Yani üçüncü topshiriq izolanglar. Juma xutbasini jumaning asli tigib peshin bo'lg'achqa peshinning ikki rakatiga tava, ikki rakatning o'rniga dasigan ibodat dediq-ku. Ya'ni ikki rakat farz juma qilib qoldi, peshinning ikki rakati o'rniga xutba keldi degan to'q. Yani juma kechib kelib, xutbani faqat anglab boqmadi, takbir tushganga ulguydi biraylik. Yoki jumaning ikkinchi rakatiga ulguydi. Bu kişiye nispeten aşı cuma'yı savlandı yoki cuma'yı savlanmadı. Cuma xutbasiga ulgurolmagan kishi o'qigan 2 rakat ya 1 rakat cuma hisoblanadi, hisoblanmadi. Bir rakat ulgursa 1 rakat to'liqlab o'qiydi. Yoki ba'zida deyish mumkin 1 rakat ulgursa 3 rakat to'liqlab o'qiydi. Chunki buni cuma hisoblanmadi dedi. Masalan, ulamolarning har xil qarashlari bor. Cuma xutbasiga ulgurolmagan kishi 2 rakatni imom bilan birga o'qidi. Shunami? Bu cuma o'qigan bo'lamdi yoki peshin o'qish kerakmi? Bunday masala bor, xalsamni topshiriq biray. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana yaxtubu mu'tamidan ala qawsin aw asadat sunan Abu Dawud va Tirmiziy hadislar. Xutba so'zlagan chog'da yana turib yoki bir tayoqni asini tutib yo aziz zamonlardan kelishing to'xtamda tasdiqlab turib bu so'zlaydi degan. Shu mustahab. Endi mustahab bo'lg'achqa diyorimizda da bir kaltak var. Bunun bir asas var. Hadistin asas var. Qala va la budda min al-jamaa. Cuma uchun jamoat bo'lish lozim. Nima uchun? Cuma degan so'zning o'zi sizlarning to'planishidan kelgan.
İctimadan kelgan söz. Li'annaha mushtaqqatun minha. Şu sözden türlengen. Ve la khilafe fi zalik. Cemaatning şart ekanligida ixtilof yo'q. Vaqtalafu fi kemmiyatiha. Eng tuvan son necha bo'lish kerak degan masalada ixtiloflashib qoldi deydi. قال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من ثلاثة سوى الإمام. İmamdan başka 3 kişi bo'lish lozim. İmam bilan 4 kişi bo'lsa, endi juma o'qiydi. Ve yekun el-imam ve thalathatu mimman yecuz al-iqtida'u bihim fi ghayr al-jum'a. Yani şu tötelerning sharti bular jumadan boshqa namozlarda imom bo'lsa, imomlik yaraydigan kishilar bo'lish kerak. Er kishi bo'lish kerak, aqil bo'lish kerak, baligh bo'lish kerak degandek shartlar. Ve qala Abu Yusuf ve Muhammedun rahimahumallah ithnani sival imam. İmamdan başqa ikkilan bo'lsa, imom bilan 3 kishi bo'lsa bo'ldi. Val asahhu anna Muhammadan ma'a Abi Hanifa. To'g'riroq Muhammad rahimahullohning qarishi imom Abu Hanifaning qarishi bilan o'xshash. Ba'zi kitoblar, Hanafiy mazhabining ba'zi kitoblarida Muhammadning qarishini Abu Yusuf bilan birga kelgan bo'lsa, ya'ni ba'zi kitoblarda Muhammadning qarishini imom Abu Hanifa bilan birga kelgan. Ana bizning tekshirishimizda imom Muhammad Abu Hanifa bilan birga degan shu to'g'riroq chiqdi. Masalan, imom Muhammad ibn Hasan Shaybani al-Asl degan kitobida shuni bayon qilgan. Ya'ni qarishi imom Abu Hanifa bilan birga chiqdi. Yana Muxtasar at-Tahawi al-Mabsut degan kitoblarda shunda. Bundan keyin hozir Abu Hanifa bilan Muhammad bir tarafda, Abu Yusuf yalg'iz qoldi. Li Abi Yusuf rahimahullah anna al-ithnani fama fawqahuma jamaa degan bir rivoyat bo'lg'achqa 2 kishi bo'lsa-mu imomning keynida shundan jamoat shakllangan bo'ldi debdi. Li'annahu mushtaqqun min al-ijtima'i wa qad wujid. Juma degan so'z, jam'a degan so'zdan turlangan bo'lg'achqa, o'shada ikkilanning jam bo'lishi chiqdimi, chiqmadimi, chiqdi. Ya'ni bu lug'at tarafdan dalil kelibdi. Walahuma yani lil imam Abi Hanifa va Muhammad yoki lit tarafayn deymiz, nima? Lit tarafayn anna al jam'a as-sahiha thalathatun wa ma dunaha. Ko'plikninki eng aqalli cheki to'g'ri qarashda 3 bo'lish kerak. Chunki ikkininki arab tilida ayrim bir ism bor, musanna deydi. Wa ma dunaha mukhtalafun fihi. Yani 3dan tuvan bo'lib qolsa, bu jam'i atilamdi, atalmamdi degan masalada lug'at va usul ulamolarining qarashida ixtilof bor. Yani usul fiqhida cho'ng bir talashlar chiqdi. Wal jama'atu shartun bil ijma'. Jamoat hammalarning nazarda birdek ijmosida jumaning sharti. Fala yata'adda bil mukhtalafi. Undan keyin ixtiloflashib qolgan 2 kishi bilan ado taqmaydi. Ko'ngil xotirjam bo'ldig'ini shu ittifoq kelgan 3 kishi deydi. 3 kishi bo'lib qolsa imomdan boshqa ondan jamoat shakllangan bo'ldi. قال محمد لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة. İmam Muhammed rahimahullah dedi, cuma namazını bir şehirde 2 yoki 3 o'rinda o'qisa bo'ladi. Mayli deymiz dedi. Aslida bunun bekitgan qoidasi bir shaharda bir o'rinda juma o'qish. Asli qoida. Yani bütün şu shahar, şu kentning aholisi to'plashib, bir yerga to'planib, bir yerda juma o'qish. Asli qoida. Yani İmam Muhammed'ning zamonida shaharda sal kengayib, aholilar ko'payib ketganda 2 yoki 3 yerda o'qisa bo'ldi debdi. Wala yajuzu aktharu min zalik. 3 o'rindan ko'p joyda juma o'qishga bo'lmaydi. لأن المصرى إذا بعدت أطرافه شق على أهله المشي من طرف إلى طرف. Çünkü şehir sel kenayib qolsa, aholi oyaqisdan moyaqisqa menib berishi qiyin bo'lishi aniq. Fayajuzu daf'an lil haraj. Qiyinchilik bo'lmaslik uchun joizdir. 2 va 3 o'rinlarni. Va annahu yandafi'u bis salat. Nima uchun 2 joyda deb to'xtamay ya 4 demay 3 joyda o'qisa bo'ldi deganlar desa, aholilarning qiyinchiligi 3 joyni belgilash bilan hal bo'ldi. Fala haraja ba'da 3 o'rindan keyin qiyinchilik bor demaymiz. ولهذا كان علي رضي الله عنه يصلي العيد في الجبانة
Şuna Ali radıyallahu anhu Eid namazını Cebbane'de okuydu dedi. Cebbane aşı Medine'ninki şehir sırtındaki tuzlanlık. Yani qanday bir şehrin Kufa'nın şehir sırtındaki tuzlanlık bo'lishi mumkin. Eid namazı okuyduğun ve cenaze namazını düşürdüğün aşında bir tuzlanlık. Musallar dedik biz. Şehir çıkıp okuydu dedi. Yani bunun da kişiler azrak bir menep cepha tartış batı demek. Ve yestaklifu men yusalli bida'afatin nasi bil Medine. Cebbaniga çıkıp namaz okup aciz kişiler kere ya küçük vallahi olamda aşında aciz kişilerin şehirde namaz okuş için ornuğa izbasar tayyorlab qo'yib chiqdi. Yani demek ki onu şehrin sırtı bir yerde okuydu. Aynı vakitte şehrin içinde yani bir joyda namaz okuydu demekçi. Vel cebbanetu minel Medine. Yani cebbane mu şehrin sırtıga tutulanlık ya ki eydgah şu şehirge tava deydi. Ya Medine'ge tava ya Kufa'ge tava deymiz. Vel hilafu fil Eid vel Cum'ati vahid. Eid namazda ve Cuma namazda talaş o'xshash. Yani bir şehirde 3 joydan ko'p yerda bo'lmaydi. Asli bir joydan ko'p yerda bo'lmaydi. Endi shaharga kelib ketib qolsa, Hanifi mazhabga ba'zi qarashda 3 joydan boshqa ko'p joyda o'qisa bo'lmaydi dedi. Eid namazimi shunda, Juma'mi shunda. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجوز إلا في موضع واحد لأنه المتوارث. Abu Hanife rahmetullahi aleyh bir joydan ko'p joyda o'qishga bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va xalifalarninki qilgan ishlari shu edi. Va li'annahu law jaza fi mawda'ayn, yani aqli dalil, ikki yerda joiz bo'ldi deb qolsak, la jaza fi jami' al-masajid ka ghayriha min as-salawat va annahu mumtani'un. İki joyda joiz desak, 5 joyda joiz bo'lishi kerak, 10 joyda joiz bo'lishi kerak, xuddi 5 vaqt namoz 10-20 joyda joiz bo'lgandek, o'xshash joiz bo'lishi kerak. 3 dan ko'p bo'lib qolsa, Imom Muhammadmi joiz emas edi-ku, uni joiz emas edi. Mumtani'un degan shu joiz bo'lmaydi deydi. Yani islamo ma boshqa qarash kerakmi, joiz demadigan demak. Mumtani'un bil ittifoq degan ma'noda. Wa qala Abu Yusuf rahimahullah kadalika illa yakuna baynal mawdi'ayn nahrun fasilun ka Baghdad. Abu Yusuf rahmetullahi alayhi shunda qarabdi. Abu Hanifa bilan billah bir shaharda bir joyda bilan o'qildi deb. Faqat lamda Abu Yusufning qarishining farqi shu ikki o'rinning o'ttirda bir o'stan yoki bir daryo bo'lib qolsa, ana bu ikki shaharga o'xshash deb qaraymiz. Bag'dod, Qohira masalan, shunga o'xshash. Li'annahu yasiru kamisrayni. Çünkü bu ahvalda daryoning ikki yoqasi xuddi ikki shaharga o'xshash bo'ldi. Ve kana Abu Yusuf rahimahullah ya'muru bi qat'il jisr yawm al-jum'ati litanqati'a al-waslatu baynal janibayn. Abu Yusuf rahmetullahi alayhi o'z vaqtida xilofatga qodil qudo bo'lgan. Bag'dodda tug'an chaqda juma kuni daryoning ustidagi ko'rikni ko'tartinglar deb buyurdi ekan. Ya ko'rikni taqib o'tishgan. Asıl körük olsa belki kötürü tonlarda plan körükünü ele ötürken. Körükünü ele ötkendiken iki yaxşını tutaştırıp durgan bir narsa bo'lgan ekan, daryo ayırıp durgan ekan, cuma joiz bo'ldi. A tarafdan bir masjidda, bu tarafdan bir masjidda o'qish joiz bo'ldi deydi. Ko'ngil xotirjam bo'lgan. Fa illam yakun baynahuma nahrun, yani o'ttirda daryo bo'lmasa, fal jum'atu liman sabaq. Qaysi jamoada birinchi bo'lib o'qisa, shuni jumasi hisob bo'ldi. İkinci, üçüncü ki king o'qiganlarning jumasi hisob bo'lmaydi. Li'adamil muzahim. Muzahim degan tam o'qilib qolgan bir juma bo'lmag'achqa, masalan soat 1da o'qigan bo'lsa, boshqalar 1dan 5 o'tganda, 1dan 10 o'tganda o'qigan bo'lsa, 1da o'qigan juma shu hisob bo'ldi. Qolgan jumasi hisob bo'ldi, bu pejim o'qishlar. Li'adamil muzahim degan soat 1da o'qigan bo'lsa, ikkinchi bir soat 1da o'qigan, mana tam o'qigandim deydigan birisi bo'lmag'achqa, başlap birdan bir o'qiganmas shu bo'lg'achqa, shuning jumasi hisob bo'ldi deydi. Vaqad waqa'at fi vaqtiha bi sharoitiha. Andash birinchi o'qigan masjidningki jumasi o'z vaqtida o'qildi, sharti to'liq bo'ldi, shunama. Undan keyin shuning hisob bo'ldi. Va tafsudu jumatul akharin. Boshqa jumasi hisob emas. Nima uchun? Bu bir qatim bir juma o'qilib bo'lgan joyda o'qidim. Asli juma o'qilmagan joy shu bir yerda o'qishing kerak dedi. Ve yakduna zuhra. Cuma'nın ornuğa peşim okuydu bular.
فَاِنْ صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدَيْنِ مَعًا İki mescidning cemaati bir vaqtda tang o'qibdi. Bu mu birdan 5 o'tgan chaqda, bu mu birdan 5 o'tgan chaqda tang o'qibdi. Ev la yudra man sabaq yoki qaysi burun o'qiganligini hech kim bilmayapti. Qilib bo'lmaydi ekan. Bunda holda fasalatul kulli fasidatun li adamil awlawiyya. Yani birinchi yo'lab o'qidi deydigan birsi aniq bilinmagachga hammalarning jumasi bekor. Fala yakhruju anil uhdati bish-shak. Lekin shak bilan juma bularning gadindan saqit bo'lmaydi. Hozir gadindan juma saqit bo'ldimi bo'lmadimi deyishdi shak qilib qoldik. Lekin bu shak bilan gadindan saqit bo'lmaydi dedi. Yani şu kitaptaki naqllarda Hanefi mazhabining qarashi ikki xil qarashdan iborat deb bayon qildi. Birisi İmam Abu Hanifa ve Abu Yusuf bir o'rinda o'qilgan juma hisob, boshqa hisob emasdi. Muhammad rahimahulloh 3 o'rin dedi. Albatta Muhammad rahimahullohning kelgan rivoyati, Abu Hanifaning kelgan rivoyati shu zohir rivoyatdir degan tariqada ekeldimi. Lekin kitobning hamishi qarasanglar, bat asliga izohatga shu masalani tahqiqlab, Hanefi mazhabida hisob qilgan qarash qaysi deb to'xtalgan. Debto qala al-Haskafi al-Hanafi fi ad-Durr al-Mukhtar. Haskafininki kitobi ad-Durr al-Mukhtar degan kitob. Bu kitobni sharhlab Imom Ibn Abidin sharhlab Raddul Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, Raddul Muhtar ila ad-Durr al-Mukhtar deb sharhlagan. Bu sharhi Hashati Ibn Abidin deb atildi yoki Raddul Muhtar deb atildi. Ana shu Durr al-Mukhtarning matnida Haskafi debto وتؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. Yani bir mezhepke asasen bir şehirde cuma namazı köp orullarda ada kısım bulavurdu. Bizim mezhep karşımız şu değil. Ve aleyhil fatva. Fatvanı biz muşu asaslı birimiz. Hazır yani bir mezhepke kayıs karaş vekillik kılıdı diyende tereddüt olup kaldı. شرح المجمع مجمع الأنهر ننكي شرح إمام عيني وإمامة فتح القدير فتح القدير كمال ابن الهمامنا هداية قيغان شرح شننكي إمامة باب الإمامة ده دمكشي يعني جقرق مزموننا مش إشكي منبادن ألدن دمكشي شو حسكفي نمشن جائز بالله دفع للحرج كشلا قسنب قلدو أنا بو درول مختار ننكي جيبين أنا بني شرح ديگان ابن عابدين على المذهب ديگان سوزيك تعلق لبدا فقال ذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر وبه نأخذ. İmam Saraxsi Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin mazhabidagi to'g'ri qarashda juma namozini 2 va uningdan ko'p necha masjidda o'qisa joiz bo'ldi degani shu to'g'ri deydi. Yani biz Hanefi mazhabining kitoblarini turga ayirib to'xtalgan vaqtida İmam Saraxsining Al-Mabsut degan kitobini la yu'tamadu illa alayhi va la yu'awwalu illa alayhi degan. Yani shu mazhab qarashini bekitishda xitob bo'lib qolsa, qaysi zohir rivoya, qaysi zohir rivoya emas, yani talashlar bo'lib qolsa, oxiri hisob qilindigini Al-Mabsut degan. Chunki Mabsut Hakim as-Sadr ash-Shahidninki Al-Kafi degan muxtasarning sharhi. Yani zahir rivayini El-Kafi'ga cemlede, Kafi'ni İmam Saraxsi Mabsut'ta tefsiri şerildi. Ve bihi na'khuz. Biz mush qarashni tutamiz dedi. Abu Hanifa'ning necha masjid o'qisi bo'ldi degan qarashni tutamiz. Li itlaqi la jum'ata illa fi Misr. Chunki hozir rivoyatda shaharda juma o'qiladi, shahardan boshqa joylarda o'qilmaydi degan bir rivoyat bor. La jum'ata illa fi Misr jami'an dedi. Lakin mesela Mısır'da da dedi. İştaratal Mısır'a fakat bir adam Mısır'da da şart kıldı. Bir cayda diyen şart yok hadis kelmegan. Ve bima zekerna defa ma fil bada'i min anna zahira rivayeti cevazuha fi mevda'in la fi akthara ve alayhi al-i'timad. Lakin Mabsut'un akagan naqlulan bada sanat, İmam Kasani bada sanata yok zahir rivoya bizning mazhabimizda 2 joyda joiz bo'ldi, 3 joyda joiz bo'lmaydi debdi. Biz yuqorida bayon qilgan naqlulan İmam Kasanining so'ziga raddiya bo'la oladi. Va alayhi al-i'timad. Yani bu mazhabda qaysi qarashni tutamiz desa, shu Mabsutdagi İmam Abu Hanifa'ning juma bir shaharda necha o'rinda
o'quvchi bo'ldi degan qarashni tutamas. Fa innal madhhaba al-jawaz mutlaqan. Mana chunki Hanifiy mazhabning qarashi mutlaq joiz degan qarash. Necha o'quvchi bo'ldi degan qarash. وقوله دفعا للحرج لأن في إلزام اتحاد الموقع حرجا بينا عند الدر المختار ده نتشاد أقصب بلدو ديجان تعليل قلق كشلا قين القمص بشون ديجان نما شون دسا çünkü bir joyda o'qiysan desa aniq bir qiyinchilik kelib chiqadi buningda listidaihi tatwilul masafati ala aktaril hadirin ko'pincha jamoat jiroq joylardan kelish kerak bo'ldi ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد bir necha joyda o'qisa joiz bo'lmaydi deydigan bir dalilmi yo'q bal qadiyatud darurati adam ishtirotihi la siyama idha kana misran kabira balki taqa zarurlik ya'ni shunda o'qimiz bo'lmaydi deydigan bir zarurat bo'lganligidan shart cho'nglab qolsa albatta bir joyda o'qish degan shartni qo'yilib bo'lmasi kerak. Bu anda Hanifiy mazhabninki ichidagi mazhabga vakillik qiladigan qarash zodi nima mushu masalada deb Imom Ibn Abizinninki tahqiq qilishidan iborat. Navbatga Hanifiy mazhabga qaysi qarash vakillik qildi? Hanifiy mazhabning qarashi hisoblangan qarash u ikki joyda, uch joyda ya bir joyda degan qarash emas. Necha jamoada juma o'qisa bo'ladi. Aytamiz shunda degan. Şu anda biz bir bahs etgan chaqda yoki Hanifiy mazhabning qarashini bayon qilgan vaqtimizda aldirablar mug'atchi bir kitobdan Abu Hanifa bir joydan bo'ldi degan, ikkinchi joyda joiz emas, Muhammad 3 joyda bo'ldi degan, 4-inchisi joiz emas deb bo'lsa bu xato chiqadi. Bunda tahqiqlab Abu Hanifaning yoki Hanifiy mazhabning to'g'ri qarashi necha joyda bo'lsa bo'ldi. Ma'lum bir xil mazhab ichidagi qarashlarning ichidami bir xil mo'llik bor. Bir qarash bilan ketib qolmagan, o'shanda ilg'or qarashni ko'chirib olsak chiqadi. İmamlarning ash burunqi bir joyda joiz bo'ldi, ikki joyda bo'lmaydi, uch joyda bo'lmaydi degan qarashlar nima uchun shunday deyilgan, nadin kelgan? Chunki shu chaqda shahar kichikdir. Kichik bir mahallada, masalan, hozir shu Madinaning ko'ni mahallasini olib aytsak, Masjid Nabaviyning o'rnida chiqadi. Qashqarning shu ko'ni joy shu aytgan atrof shu yerdan chiqadi. Şu yani adamları şu etken mesken toplu şehirlerine alettik. Lekin ahali nüfus köpüyüp gitip şehirler kenip ketkendiken yaktım bu yakka bir bulanmaydı. Nağın iken neticede okusu buldu diyen qarash hazır muayyelleşik. Hazır ulamalar İmam Abu Hanifa'nın neticede okusu buldu diyen qarashini tuttu. Yani Şafii mezhepti mi? Bir joydan boshqa o'rinda joiz olmaydi diyen qarash bo'lg'achqa Şafii mezhepti mi ehtiyot peshining gap bor. İkinci joyda o'qiganlar ehtiyot peshida o'qiydi. Nima uchun desa, birinchi bo'lib o'qigan masjidningki juma hisoblangan bizning hisob bo'lash bo'lmasligida shaklab qoldi, ko'nglimiz xotirjam bo'lmadi deb ehtiyot peshini bunda ikkinchi va uchinchi masjidlarda o'qiganlarga ehtiyot peshini o'qing deyish mumkin. Qala va man la tajibu alayhi al-jum'atu idza sallaha ajza'athu an adh-dhuhri. Cuma vacib bo'lmaydigan kishilar juma namozini qatnashib qolsa, o'qib qolsa, peshinning o'rnida shu ado topadi deydi. Ya'ni peshin o'qish kerak emas. Chunki juma peshinning o'rnida degan namozda. Yani bu kishilar qanday kishilar? Juma vacib bo'lmaydigan kishilar. Al-abid, al-marda, al-musafirun, ahlul bawadi, al-mar'a was-sabi mushulatdir. Nima? Buni juma qatnashib qolsa, mayli bo'ldi. Şu çağda okuldan farz namazı yardımını saqit oldu deydi. Ve in amma fiha jaza. Aşullahning sizin adetki beşvaq namazı imam boş bulduğaldır bo'lib qolsa, imam bo'lib qolsa, imamlıkni hesap kendi cemaatning namazının joyida, o'zining namazının joiz bo'ldi. Masalan, kesal kishi imam bo'ldi, yoki musafir kishi imam bo'ldi. Li'annaha wudi'at anhum takhfifan wa rukhsatan limakan al-udri. Çünkü cuma namazı aşu uzrli kishilarga nisbatan yengillatish uchun, kengchilik qilish uchun ruxsat qilinib, o'qimasang bo'ldi, peshin o'qisan degan to'xtaydi. Fa iza hadaru zala al-udru fatajuz salatuhum kal musafiri iza sama. Agar bular kelib qolsa, ya'ni juma namozi qatnashib qolsa, özürse tügen bo'lsa kelanmaydi deb özürlik nima qilgango keldi. Kelgan shu özürsi yo'qkan ham bo'ldi. Yoki özürsini hamda olib kelib deymiz.
فَتَجُوزُ صَلَاتُهُمْ كَالْمُسَافِرِ اِذَا صَامَ. Onlar namazı hesaplayımız. Bunun delili kıyas. Xuddi musafir kişi ro'za tutmasang buldu degan. Safar ustida ro'za tutmasang buldu degan. Lekin ro'za tutib qolsa, ro'za hesab. Jumaga qatnashmasang buldu. Lekin jumaga qatnashib qolsang, jumaga hesab tutib. Wa idha hadaru sarat salatuhum fardan. Yani bular qatnashib qolsa, buning namozi shu jumaning farzini ado qilgan bo'ldi. Fatajuzu imamatuhum kama fi sa'iris salawat. Boshqa namozlarda bu imom bo'lgandeklam jumaga imom bo'lishimi joiz bo'ladi. Va li anna nabiy sallallohu alayhi vasallam sallal jum'ata bi Makkah wa huwa musafir. Yana bir dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namozini Makka fathi qilgan vaqtida musafir holatda o'qigan. Musafir holatda albatta unda Rasululloh imom bo'ldi. Lekin shunda kishilar imom bo'ldi ekan degan mazmun chiqadi deydi. Endi shu jumaga qatnashadiganlarning soniga munosabatlik masalada Imom Muhammad bilan Abu Hanifa imomdan boshqa 3 kishi bo'ldi dedi. Shunami? İmam Abu Yusuf imomdan boshqa 2 kishi imom bilan 3 kishi bo'ldi dedi. İmam Shafi'i va İmam Ahmad bular imom bilan ketib 40 kishi bo'lsa andan joiz. İmom undan boshqa 39 kishi bo'lsa andan joiz bo'ldi. Aşu 40 kişinin hammasi baligh, aql, hur, mustawtin fi Masr bo'lishi lazım. Belki bular aşu As'ad ibn Zurara radhiyallohu anhuning Naqi'ul Khadimat degan joyda yoki Harrat bani Bayada degan joyda ansarlardan 40 kishini yig'ib o'qigan jumasining voqealigini dalil qilgan bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilmagan chaqda ansarlar Medin'de cuma okuyan degan to'q. İmam Malik imomdan boshqa 12 kishi bo'lishi lozim. Yani 12 kishi deb bekitishda, shu Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ansarlarning bir qurusida 12 kishi bilan cuma o'qigan degan rivoyat tayinlangan bo'lishi mumkin yoki va tarakuka qa'ima degan voqealikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr va Umar qatori 12 kishi qolib qolgan, boshqalar hammasi yugurib ketgan. Shuni dalil qilish mumkin. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh imom bilan qatib 3 kishi bo'lsa, juma o'qisa bo'ldi degan qarashni tanlagan. Ya'ni bu qarash kimning qarashi? Abu Yusuf rahmatullohi alayhining qarashi. Imom Shavkani imom bilan yana bir kishi bo'lsa, ikkilan bo'lsa, juma o'qisa bo'ldi debdi. Lekin bu ilgirgilardan kimning qarashi unutmayman. Ibn Taymiyaninki shu imom Abu Yusufning qarashi shu. Yani bu yerda 4-chi bir topshiriq bor. Ma hukmul xutbati bi g'ayril arabiyya. Arabcha shunda alam topshiriqning ismini bayon qilib beray. Nimda bizni bilmadoq deb qo'ymang. Arabcha xutba o'qimay. Arabchadan boshqa tilda, har millat o'zining ona tilida xutba so'zlabdi. Aşk bu hesap bulamdı bu mumda. Çünkü bu bazı qarashlar o'xshashmagan bir masala. Bazı Arabcha bo'lish kerak deb turgan. Yani bizning diyorlarimizda, mesela Türkiye, O'rta Osiyo va boshqa ajamlar yashaydigan diyorlarda, bunda gapni bo'lg'achqa, buni masalani hal qilib, boshda Arabcha bir oyat, hamdu sana, bir duoni o'qitib, andin o'zining tilida xutba o'qiydi. Mana ularda ya Arabcha bo'lmasa bo'lmaydi deydigan masaladan qutuldi. Yani bu topshiriqlarni ba'zi darsda 3-4, ba'zi darsda birdan bunda topshiriq beramiz. Buni imtihon olgan qadar vaqti uzun buni ishlab kelishim kerak. Ishlab yaxshi va to'g'ri ishlangan taqdirda imtihon nomer ketib beramiz. Ammo unda ilm olishning yo'li bu kitobni bani o'qib qo'yiblar, bo'ldi qilish emas. Shu kitoblarni ko'chilib qizish lazım. Kitob chiqmagan, kitap to'xtatilmagan masalalarni boshqa kitoblardan qiz orqali kamiyani to'liqlaymiz. Shu topshiriqlarni ko'ngil qo'yib, ulamoning qarashlari, dalillari, qaysi kitobdan olganligingga shuni bayon qilib, ilmiy usulda yozib bilasiz. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.